Mirjon aka, assalomu alaykum. Xo'p, hozir men tayyorlab qo'ygan narsa nima bo'lyapti shunda? Shunda o'zi qarang, birinchi o'chiribdi mana bu narsani ko'rib chiqamiz. Universitet tanlashi. Bu yerda tepasiga aslida filtrlar qo'yib ketdik. Filtrlarni tanlaganda Toshkent shahrini tanlaydi. Tak, направление nima yo'nalishlar bo'yicha ishlamoqchiligi tanlaydi. Основной предметlari kerak bo'ladi. Minimальный проходной балл yozadi. Yozsa yozdi, bo'lmasa shart emas. Основной predmetlarni tanlab qo'yadi. Ruscha, o'zbek tilini mana bu knopkalarni tanlaganda bizda mana bu yo'nalishimiz o'zgaradigan bo'ldi shunda. Shunda основной narsa tanlangandan keyin pastga tushadi. Misol uchun rus tilini bosganda mana bu universitetlarning o'zi yangilanadi. Mana shu ma'lumotlar o'zi полный update bo'ladigan bo'ldi. Допустим, kontrakt grant deb qo'ygan. Grant bilan kontrakt mana hamma yo'nalishimizda bor. Ochning bosganda sayt o'zi bitta yangilanadi, ma'lumot yangitdan olib kelinadi. U yerda kontraktda bali arzonroq, qimmatroq bo'lsa, balandroq bo'lsa balandroq, arzon, kamroq bo'lsa kamroq bo'ladi. Xo'p, bu birinchisi shunaqa tarzda bo'lyapti. Также основной yo'nalishlarni hozir ham joyini ko'rib chiqaman. Mashinasi скорее всего kerak emas bo'lgan narsa, chunki universitet tanlagandan keyin matematika predmetlari yo'nalishlarini bu menimcha alohida tanlab oladi. Biz faqatgina nima yo'nalish bo'yicha qidirish ekanligini topib berishimiz kerak. Demak, основной predmetlarni tashlaydigan bo'lamiz. Keyingisi xo'p, qarang. Mirjon aka, bu narsani o'zi xuddi shunaqa logikasidan biz sizga birinchi variantimizda qilib bergan ekanmiz. Men общий birinchi tashlagan tizimni ham ochib ko'rdim hozir. Birinchi tashlagan tizimimizning o'zida ham bunaqa formatda o'zi bo'lgan ekan shu narsa. Ya'ni birinchi biz shunaqa yo'nalishda qilganmiz, bunaqa город tepaga chiqarish, shahar bo'yicha ballari bo'yicha, вступительный ballar bo'yicha ishlaydigan qilib tepaga chiqargan ekanmiz. No, borganimda Abdulloh, bunaqa narsa bizga to'g'ri kelmaydi. O'quvchilarimiz nima tanlash bilmasa, ularga vыбор berganda nima foyda? Keldi, undan ko'rsa faqat universitetlarning o'zini qilib qo'yamiz. Universitetlar o'zini ko'rib, shu yerdan tanlaydi deganingiz uchun biz bunaqa variantga o'zgartirgan ekanmiz. Ya'ni hozirgi ko'rinishiga olib kelgan bo'lganmiz. Ya'ni bu o'sha ikkinchi marta qilayotgan ish bo'lyapti. Shunga mashinam konkretna qilib nima narsa qilishni aniqlab olsak. Keyingisi testni ochish bo'ladi. Testni ochish bosib o'tganda bizda misol uchun mana testlar ko'rinish turibdi. Bu yerda начать testni bosgandan keyin bizda ochiladi informatsiya. Добро пожаловать. Mana siz testni yechib boshlayapsiz deydi. Qisqacha ma'lumot berib o'tadi, qanaqa tarzda biz test yechib olamiz. Aytadi, ismingizni yozing, telefon nomeringizni yozing, testni boshlaymiz deydi. Bo'lishi mumkin, qaysilar o'quvchilarimiz boshqa nomer yozishligi mumkin yoki ismlarini aldashlikka boshqa narsa qilish mumkin. Shu paytda bizda ikkita filtr bo'lgani uchun uni bazamizdan topib olish osonroq bo'ladi. Начатni bosgandan keyin o'sha testlarni o'zi boshlanadi. Testlarning ko'rinishi anaqa formatda bo'ladi. Ya'ni bu yerda testlarning ketma-ketligi achestit bosish bergan javob aytishga bo'ladi. Mana bu yerda qaysi savolga bergan o'sha yonib turadi, bermagani hali bunaqa rangsiz bo'lib turadi. Завершить testni bosgandan keyin test o'zini yakunlayotganda anaqa ma'lumot chiqadi. Undan tashqari bu yerda 3 ta ma'lumot bo'ladi. Keyingisiga o'tish uchun bu chalib ketmasligi uchun qilingan. Следующийni bosganda biz keyingi 3 ta link ko'rsatamiz. Shunaqa qilib 30 ta, 20 ta qilib qo'shib qo'ygan ham qilsak bo'ladi. Xo'p, завершить testni bosgandan keyin bizda bunaqa sahifa ochiladi. Siz testni yakunladingiz deydi. Test yakunlangan uchun rahmat kattakon deydi. Bizlar bilan test javobini bilish uchun siz bizga yoki aloqaga chiqing yoki ko'rishganmiz, sizga javobini bilib berishimiz mumkin. Yaxshi yechgan bo'lsangiz 25% sizlarga skidka deb informatsiya berib o'tamiz. Keyingisi оставьте свой номер, bizga nomeringizni qoldiring yoki biz siz bilan bizga bog'lanasiz sразу deydi. Оставить номер связи deganda nomer zaifga qoldiradi. Связаться с учебным центром deganda o'sha nomerga telefon qilishga o'tadi sразу. Ya'ni bitta nomer прикрепиться qilamiz, o'sha прикрепиться qilingan nomerga sразу avtomatik telefonda bo'lgan bo'lsa, telefonda, kompyuterda bo'lgan bo'lsa, endi kompyuter telefon qilish funksiyasi yo'q. Telefonda bu narsa yaxshi ishlayveradi bizga. Hozir shunda mana shu ikkita informatsiya bo'lyapti.